Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Bugun siz bilan yangi bir ko'rsatuv ostonasida turibmiz. Nuqtai nazar nomli bir ko'rsatuv. Bunda millatimizning oydinlarining nazarlari bilan, sizning nazaringiz bilan olamga qarashga harakat qilamiz va bizni qiynayotgan muammolar, ularning yechimlari haqida suhbatlashamiz. Mehmonlarimiz Orif To'xtash, bolalar shoiri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, bolalar va o'smirlar kengashi raisi va ikkinchi suhbatdoshim Akademiya nashriyoti direktori Sanjar Nazar. Bizda bolalar adabiyoti bugun paydo bo'lgani yo'q. Qadimdan folklor namunalaridan to ertaklar, qo'shiqlar avvalo bolalar uchun yaratilgan. Adabiyot bolalar uchun yaratilgan. Dunyoning avvali so'z bo'ladigan bo'lsa va go'zal so'z bilan insonni go'zal axloqqa targ'ib qilingan bo'lsa, shu so'zlarni avvali bolalarga aytilgan. Ertaklarni ham, maqollarni ham, xalq qo'shiqlarini ham asosida bolani ruhiyatiga ta'sir ko'rsatish, uni kattalar dunyosiga qo'shilishda butun yurak bilan, toza e'tiqod bilan qo'shilib ketish masalalari ko'rilgan va eng qadimdan tosh butiklarimizdan to bugunga qadar bolalar adabiyoti o'zbek adabiyotining eng katta o'zani hisoblangan. Hibbatul haqoiq, Tadg'ublik, Divonul lug'at turk asarlarining hammasida bolalarni kitobga targ'ib qilish, o'qitish masalasi qo'yiladi. Yoki Navoiy hazratlarini asarlarida Hayratul abrorni hamsani avvali, Hayratul abrorni avvalida ham avvalo bolalarni o'qitish haqida so'z boradi. Va Hazrat Navoiyning Navoiy bo'lib ulg'ayishida ham bolalikda Mantiqut Tayr degan asarni o'qish orqali bir daho dunyoga kelgan, Navoiy dahosini kitob dunyoga keltirgan. Va o'z-o'zidan keyingi davrlarda ham to mana hozirgi davrgacha Oybek bo'ladimi, Abdulla Qahhor bo'ladimi, G'ofurg'ulom bo'ladimi, Shayxzoda bo'ladimi, mana shu katta shoir yozuvchilarning hammasini ijodining bir tarmog'i, bir chashmasi bolalar adabiyoti bilan bog'lanib ketgan va ularning yuksak shaxsiyati ayni paytda kattalar uchun ham ijod qilishga imkon bergan, bolalar uchun ham ijod qilishga imkon bergan. Va mana shu o'zbek adabiyotiga katta bir an'ana, sharqirab oqib kelgan katta bir daryo hozir qanaqa holatda? Hozir asarlar bolalar uchun yaratilyaptimi? Kitoblar chiqyaptimi? Farzandingizga mana bu kitobni o'qitsangiz yaxshi deb maslahat beradigan bo'lsak, 10 ta kitob sanab bera olamizmi bemalol? Mana shunaqa og'riqli bir savollar bor. Mana shu savollarga suhbat jarayonida javob topishga harakat qilamiz va siz o'zingizning yorug' fikrlaringiz bilan bizga hamroh bo'lasiz degan umiddaman. Orif aka, Sanjar aka, sizga ham chunki bevosita mualliflar bilan ishlaysiz. Bizda bolalar shoirlari, yozuvchilari bormi? Katta bir millat uchun masalan roman navislarni sanab olamiz. Masalan 5 ta roman navisimiz bor, 6 ta roman navisimiz bor. Baribir taxminan bo'lsa ham hisob-kitob chiqarishimiz kerak-da. Necha millionga yetdi-yu aholimiz, asosiy qismi yoshlar, bolalar va shu bolalarni kitob bilan ta'minlab beradigan bolalar shoirlari, yozuvchilari bizning ichimizda nechta? O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining bolalar va o'smirlar adabiyoti kengashi va o'sha kengashga rahbarlik qilib kelaman. O'sha kengashimizning a'zolari bugungi kunda endi umumiy soni bilan aytadigan bo'lsak 26 ta. Lekin o'ta faollik ko'rsatayotgan o'sha 26 taning har birini sanasang qaysi birinidir tanishingiz mumkin, qaysi birinidir umuman o'qimagan, eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin baholi qudrat biz bolalar va o'smirlar adabiyoti kengashi a'zolarini bugungi kunda boshini jamlab o'sha yozuvchilar uyushmasi tarkibidagi mana shunday bir kengashimiz va aynan bugun yuqorida o'zingiz aytganingiz singari bugun bolalarni nima qiynayapti va bolalar bizdan nima kutyapti? Biz ijodkor bo'ladigan bo'lsak, bolalar kutayotgan asarlarni yarata olyapmizmi degan savolga javob axtarishimiz kun tartibiga qo'yilgan va mana shu yo'sinda bahol qudrat ijodkorlarni yaxshi bir asarlarga, yangi bir asarlarga ruhlantirishlari kerak. Achchiq haqiqat shuki, ijodkorga sen bu yil Sarg'devni minibday mashhur bir asarni yozishing kerak degan majburiyat qo'ya olmaysan va u asarni o'sha majburiyatni bo'yniga ola olmaydi ham. Shu ma'noda aytmoqchimanki, ijod bu ko'ngil ishi. O'zining mavridi bilan, o'zining bir payti, fursati bilan, o'zining bir kayfiyati bilan kechadigan holat deb bilaman va o'sha payt, shu fursat qachon keladi? Noshir mana kutib turibdi. Shu payt, fursat qachon keladi? Yo, balkim ayni paytda yozilayotgan asarlar, masalan, hozir men o'sha kengash faoliyatidan chiqib aytadigan bo'lsam, 2022 yil 22 dekabr kuni prezidentimiz ijodkorlarni, san'at ahli, ijod ahlini hammasini yig'gandilar va o'sha joyda bolalar adabiyoti bo'yicha
yaxshi masala o'rtaga tashlandi prezidentimiz tomonidan alohida masala sifatida ko'rildi. Mana o'sha joyda prezidentimiz tomonidan bevosita aytildiki, bizning shunchalik buyuk bobolarimiz bor, ajdodlarimiz, buyuk ajdodlarimiz, ular ham bola bo'lishgan-ku, ularning bolaligi haqida asarlarimiz nega kam? Juda ko'plab daholarimiz to'g'risida ularning bolaligi haqida asarlarimiz yo'q hisobi. Va mana shu asarlarimiz yozildi va ayni paytda chop qilinyapti. Xudo xohlasa, mana shu 2025-yilning aprel oyida adashmasam, aynan o'sha prezidentimiz tomonidan bildirilgan fikrlar va o'sha yig'ilishda aytilgani singari o'zbek bolalar kitoblari xalqaro ko'rgazmasini tashkil etish vazifasi qo'yilgan edi va axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi tashabbusi bilan bevosita mana shu tadbirga tayyorgarlik ishlari ketyapti va o'sha tayyorgarlik ishlari aynan bizning o'sha asarlarimiz. Zulfiya Mo'minovani aytishimiz mumkin. Iqbol Mirzoni masalan Zarb degan ajoyib bir qissasi bo'ldi, o'smirlar haqida juda chiroyli bir asar. Men bir harakatda, bir zarbda o'qib tugatdim o'sha asarni. Tursunboyning bolaligini Orziqul Ergashev yozib beryapti. Xudoyber To'xtaboyevning bolaligi haqida Xurshid Do'stmuhammad juda chiroyli asar yozgan va men o'ylaymanki, mana shu asarlarimiz ham ancha tilga tushadigan asarlar bo'lishiga ishonchim komil. Sanjar aka, siz noshirsiz. Nimadir qo'lingizga borib yetganda ishlanadi. Shu yo'nalishdagi mualliflar bilan ishlashda masalan qiyinchiliklar bo'ladi, chunki faol ijod qilayotgan, bolalar adabiyotiga o'zini kuchini tashlayotgan shoir yozuvchilar, mana Orif aka ma'lum birlarini sanab o'tdilar. Nazarimda baribir bu juda ham kam. Odatda bironta soha oqsasa, bironta sohaga e'tibor bermasa, jamiyat misol o'zi aslida hayotiy zarurat-ku, lekin shuni zaruratligini unutib qo'ysa, buni eng yomon oqibati ilmi oramizdan ko'tarilib ketib qoladi. Men o'zimni kuzatishlarim bolalar adabiyoti deb ataladi, lekin aslida bola tilidan kattalar uchun yozilgan kitoblar tashkil qiladi bir qismini. Juda katta adashish bor, ertaklab mutlaq bolalar adabiyoti deb qabul qilinadi. Vaholanki shu darajada shafqatsiz va o'ta darajada ochiq ertaklar bor. Uni xalq og'zaki ijodini istalgan namunasi ham bolalar adabiyoti bo'lib keta olmaydi. Misol uchun shu bolani sanadilar. Orif aka, shu bola ham asli bolalar adabiyoti emas. Unda qarasangiz. Xo'p, bizda yaxshi bolalar adablari bor edi va bolalar adablari deb qat'iy chegara qo'yish ham buni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Masalan, O'tkir Hoshimov bolalar uchun yozdilar, Hozimana Xurshid aka yozibdilar. O'zi har bitta yozuvchi, yetuk yozuvchi bolalar uchun bittadan yoki ikkitadan asar yozish kerak degan qoida ham bor. Bolalar adabiyotining o'zining ilmi bor. 10 yildan oshdi bu gapni qayta-qayta takrorlab yurganimizga. Har bir yosh toifasi uchun so'zlar bankini ishlab chiqishdan boshlash kerak ishni. Misol uchun Orif aka xudo yuqtirgan iste'dodi bor odam, so'zlarni tizib chiroyli she'r yoza oladilar. Olimlar ko'rsatib berishlari kerak. Siz kimga yozyapsiz buni? 7 yoshlilargami? Xo'p, 7 yoshli bola tushunadigan so'zlar zaxirasi bor. Ozgina gapingizni bo'laman Sanjar aka. Mana shu bugunga qadar bolalar adabiyoti 3 qismga bo'linadi. Bolalar maktabgacha bo'lgan bolalar uchun yaratiladiganlar va maktabning ilk yoshidagilar, mana bu 11 yoshgacha bo'lganlar va maktab yoshidagi yuqori toifadagi o'quvchilar 12 yoshdan to 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. Asosan tadqiqotlarda mana shu bolalar adabiyoti shu 3 ta etapdagi bolalarga mo'ljallanadi deb aytiladi. Kitoblar umuman tasniflanishi bundan jiddiy farq qiladi. Misol uchun kitoblar 0+, 3+, 5+, 7+ shunaqa ketadi. Misol uchun bizni hattoki tomosha qilayotgan tomoshabinni aqliga ham sig'masligi mumkin. Hali 3 yoshga kirmagan bolalar uchun, chaqaloqlar uchun kitoblar nashr etiladi. Butun dunyoda hatto eng ko'p sotiladigan kitoblar mana shu 0+ kitoblar. Bizda chop etildi akajim nashrda bitta muallifning kitoblari. O'zlari shu soha bo'yicha juda yetuk mutaxassis deb bilaman. Dinara Mo'minova bolalar kitoblari o'zini oldiga qo'yadigan 4K deb ataladigan maqsad bo'ladi deb o'sha inglizcha K dan boshlanadigan so'zlardan nima qilganlar, misol uchun kreativlik, bu ijodiy fikrlashi, tanqidiy tafakkurni rivojlantiradigan, xullas butun boshli ilm bo'lishi kerak. Bizda misol bolalar kitoblaridan kattalar ham hurkib ketadi odatda. Nimaga? Chunki eng elementar ilmlari yo'q. Hozir o'sha
so'zlarni zaxirasini olimlarimiz ishlab chiqib kelishib olmaguncha yaxshi bolalar kitobi baribir yaralishi qiyinroq bo'lib turadi. Adabiyotimiz an'analari bor. Men oldin ham aytganman, Xudoyberdi To'xtaboyev asarlari yaxshi tarjima bilan dunyoni zabt eta oladigan darajadagi asarlar. Dunyoning eng ko'p tillariga tarjima qilingan asarlardan, mualliflardan hisoblanadi Xudoyberdi To'xtaboyev. Keyin agar o'zbek tili ko'proq iste'molda bo'lganida, yaxshiroq saviyadagi tarjima bo'lganda yana ham mashhurroq bo'lardi deb o'ylayman. Bu yerda endi jamiyatni roli bor, boshqaruvning roli bor. To'g'ri belgilar va to'g'ri ishoralar juda muhim hisoblanadi. Bitta joyda misol qilib keltirdim. Yoshlar ishlari agentligi eng yaxshi bolalar kitobi tanlovini tashkil qildi. Shunaqa kitoblar ishtirok etdiki, ba'zilariga qarab yig'lagingiz keladi, gazeta qog'ozda bosilgan, qiyshiq qing'ir. Shu tanlovdan keyin o'zbek bolalar kitobi sohasida deylik, adabiyot sohasida demasdan, vaziyat bir qadar o'zgardi. Yangi yozuvchilar kirib kelishni boshladi va odamlar kitobini chiroyliroq qilib chiqarishga intilishni boshladi. Sharifjon Ahmedov degan yozuvchi bor. Kattalar adabiyotida ham uncha odam tishi o'tmaydi yozganlariga juda ham o'sha xos o'quvchiga mo'ljallangan, chuqur tafakkur talab qiladigan asarlar. Shu odam bolalar uchun 1001 kitob degan seriyali kitob taxmin qilib turibdilar. Birinchi qismini bizga berdilar. Maroqli o'sha Xudoyberdi To'xtaboyevlarni darajasi saviyasidagi asar sifatida qabul qildim shaxsan men o'zim. Va nashr etish arafasida hozir o'sha tanlov bilan Sharifjon akani bu asar yozganlarning o'rtasida to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik bor. Chunki tarjima kitoblari Anni Shmit degan yozuvchini Mushuklar malikasi Minush degan kitobini tarjima qilganlar, shu mukofotlangan edi. Shuni aks sadosi o'laroq hozir mana. Umuman ba'zida biz e'tibor bermaymiz. Bolalar adabiyoti uchun mukofotlar nima uchun kerak? Dunyoda juda ko'p. Bilasiz, bu o'zini uyushmalari bor. Xalqaro miqyosdagi eng nufuzli mukofotlar tasdiqlangan. Agar hozir deylik qayerdadir qandolat past bo'lib ishlayotgan potensial Xudoyberdi To'xtaboyev tanlov vositasida shahardan bir to'rxonali uy olishi mumkin imkoniyati bo'lsa, balki qandolatini tashlab, o'rtacha qandolat pastdan yaxshi yozuvchiga aylanadi. Bu ehtimolni biz doim yodda tutishimiz kerak. Iste'dodli odamlar o'zini o'rnida emas, chunki hayotda o'zini o'rnini topa olmaydi. Agar o'zini o'rniga o'tirsa, bu biz o'zimizni boshimizdan kechirganmiz. Biz avlodimizda o'sha 90-yillarda ilmda qolishi mumkin bo'lgan, ijodda qolishi mumkin bo'lgan juda ko'p yigit qizlar boshqa sohaga o'tib ketgan. Kim biznesga, kim ma'muriy ishlarga, kim jurnalistikaga, adabiyotdan ko'ra jurnalistikaga ham oila tebratish mumkin bo'lgan soha hisoblanardi. Va nima deb o'ylaysiz? Shularning o'rni bo'sh qoldimi? Yo'q, bo'sh qolgani yo'q. Bularning o'rnini hayotda o'zini o'rnini topish uchun orzu qilgan odamlar keldi. Deylik, agar baho bilan nima qiladigan bo'lsa, 3chilar 5chilarning o'rniga kelib o'tirdi. 3 bahoga o'qiydiganlar 5 bahoga o'qiydigan va hozir universitetlarda deylik dars berar yoki misol adabiyotda hukm chiqaradigan so'z aytuvchilarga aylangandir. Lekin potensial xullas bu juda ham keng qamrovli masalada. Hozir ish boshlamoqchi bo'lsa, men mutlaq aytardim, o'sha oldin ilmiy bazasini yaratib olish kerak. O'sha STEM bo'yicha bormi, o'sha 4K bo'yicha bormi, so'zlar zaxirasi bormi, psixologlar bo'lishi mumkin, o'zini estetik boshqa talablari bo'lishi mumkin, hammasidan kelib chiqish kerak. Chunki 3 yoshli bola bilan 5 yoshli bolaning o'rtasida ikki xil dunyoda farq bor va buni tushuna oladigan, shundan kelib chiqib asar yozadigan, asar chop etadigan va uni unga shakl beradigan mutaxassislar. Aytayotgan fikrlaringizdan juda ko'p masalalar meni hayolimda aylanyapti. Mana masalan, ertaklar masalasini aytyapsiz. Ikkita auditoriya uchun mo'ljallanganda, ertak ijro qilingan, ya'ni ertakchi degan kasb bo'lgan alohida, ma'lum bir auditoriya tinglovchilar yig'ilgan, kattalar auditoriyasiga bolalar qo'yilmagan, kattalar uchun alohida ertaklar aytilgan, xuddi baxshiga o'xshagan ertakchi degan bir kasb bo'lganda va bolalar uchun aytilgan ertaklar bo'lgan. Buni folklor bilan shug'ullangan mutaxassislar juda yaxshi bilishadi. Bolalar adabiyoti ilmi, bu ilm bizda bor Sanjar aka. Ildizlar juda qadimdan keladi. Agar bu ilm bo'lmaganida Hamid Olimjonlar masalan Simur haqidagi go'zal dostonlar yaratmagan bo'lardi. Ular bilishadi bolalar uchun yaratilgan asarlarda qaysi so'zlarni qo'llash mumkin, qaysi so'zlarni qo'llash mumkin emas. Estetik tomondan qanaqa talablarga javob berish kerak, bolaning dunyoqarashi, tasavvuriga sig'adigan bir
badiiy olam yaratish kerak degan narsalar. Bular mana kreativlik deb birma-bir sanayapmiz-ku, bular hammasi bizda bor. Lekin hozirgi zamonaviy ilm tiliga ko'chirib beradigan bir tuzilma ishlash kerak. Qandaydir bolalar adabiyoti bilan bog'liq tadqiqotlar yaratilishi kerakmi? Yozuvchi shoirlarga, noshirlarga bir yordam beradigan. Va yana bir masala ko'tarildi mana hozir, bolalar adabiyotida tarjimalari. Kimlardan o'zi tarjima qilishimiz kerak? Duch kelgan asar tarjima qilib millatni bolasiga yediravermaymiz-ku. Tarjimani hozirgi ahvoli o'zi juda achinarli va alohida juda katta og'riqli masala. Men unga chuqur to'xtalmoqchi emasman. Havasmandlar, havaskorlar juda ko'p, lekin tarjimonlar juda oz. Xuddi bolalar shoir yozuvchilar ichida havaskorlar, havasmandlar ko'p bo'lgani va asl haqiqiylari juda kam bo'lgani kabi qaysi asarlarni saralab olishimiz kerak? Mana Jamira Darin asarlarini tarjima qildik, qanaqa singib ketdi? Kichkina shahzodani tarjima qildik, qanaqa singib ketdi bizga? Kattalar ham o'qiydi, kichkinalar ham o'qiydi masalan. Odam qaysi kitobni o'qisa, u shu odam. Siz o'qigan kitoblaringiz uchun Sanjar Nazar, siz o'qigan kitoblaringiz uchun Orif To'xtashsiz. Masalan, qaysidir masalan 5-sinfda yo 6-sinfda qaysidir kitobni izlab topa olmadingiz. Keyin o'qildi. Ammo o'sha kitob vaqtida o'qilganida siz bundan ham yaxshiroq bo'lgan bo'lishingiz mumkin edi. Uni odam o'zi biladi. O'sha vaqtda topib o'qiganimda edi, hozirgidan bo'yim balandroq bo'ladi degan narsa doimiy kitobxon bo'lgan, o'zini tarbiyalab yurgan odam ichidan o'tadi bu narsa. Bular juda katta masalalarda va yana bir narsa turibdi oldimizda, bolalar psixologiyasi, bolalar pedagogikasi, bolalar adabiyoti, bolalar nashrlari, bular zamon talabidan kelib chiqib birlashish kerak, tajribalarni almashish kerak, oxirgi natijalarini bir-biriga uzatish kerak. Masalan, mana yaqinda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda Jadidlar izidan degan bir tanlov qildik. Bolalarga 3 bosqichda tuman, shahar va respublika bosqichida jadid bobolarimiz kitoblarini o'qitdi. Jadid bobolarimiz masalan Fitratni asarlarini kattalar ham o'qishga, hazm qilishga qiynaladi. Sof ilmiy yo'nalishdagi asarlarni aytmayapman, masalan oila haqidagi risolalari, din ilmi haqidagi asarlar bor, adabiyot haqidagi asarlari bor. Shu asarlarni bolalarga saralab beraylik desak, tomliklarda bosilavergan, lekin bolalar uchun mo'ljallangan jadid bobolarimiz asarlari jamlanmagan. Ammo Avloniyni birinchi muallim, ikkinchi muallim, Alfibezi, Hamzani milliy she'rlar, ashulalar uchun milliy she'rlar. Bular hammasi Cho'lponni she'rlari bor, masalan Topishmoqqa o'xshagan 4 misradan iborat band she'rlari bor. Bolalar uchun yozgan ular. Bolalar uchun yozishni ijodining eng muhim qismi sifatida qabul qilgan. O'ylashimcha, ijodkor shunaqa yuksak bir shaxsiyatga, darajaga yetish kerakki, u bolalar uchun ham yoza oladigan darajaga yetadi o'shanda. Bolalar adabiyoti oddiy tilda bo'ladi deymiz, lekin yuksaklik bu oddiylikdan. Oddiylikni ko'chasiga yuksaklikdan o'tib boriladi. Hozirgi kunning bolasi u tayyor kompyuter bilan tug'ilayotgan bolalarda ular. Shuning uchun o'z-o'zidan bu suhbatni uyushtirishdan ham maqsad mana shu mutaxassislarni tajribalarini, bilimlarini birlashtirib, bolalarni kelajagi uchun, millatni kelajagi uchun yaraydigan yangi bir avlodni, biz baribir yangi avlod kelaveradi, yana yangi avlod yaratishimiz kerak deyaveramiz. Chunki bolani yuragi millatniki bo'lsa, u bola biznikida. Shu jihatdan juda og'riqli hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar turibdi. Xudoyberdi To'xtaboyev bilan ham, Tursunboy Adashboyev bilan ham suhbatlashganimda ulardagi bitta jihat meni juda o'ziga tortgan. Va G'ofur G'ulomda haqiqatda shu narsa bo'lganiga keyin o'zim ishonch hosil qilganman. O'zlarini juda sodda bolalar yozuvchisi qilib, shoiri qilib ko'rsatishadi-yu, tabiatlarida quvlik bor. Mana nima uchun ularning asarlari o'qiladi. Anvar Obidjonda ham hozir javoblik juda kuchli edi. Iqbol aka bilan suhbatlashib qolsak, Anvar Obidjon to'g'risida, ustoz to'g'risida ko'p suhbatlashamiz. Hayratlanganlarini, o'sha hozir javobligiga hayrati oshganligini ko'p yozgan ham. Eslaganim sababi mana shu bolalikdan saqlab qolingan quvlikni 50-60 yoshda insoniy erishilgan kamolat bilan bog'lab yuborganda ular. Bolalar yozuvchisi bo'lish uchun nazarimda aynan negizli shu narsa bo'lishi kerak. Bolalikdan saqlab qolingan yurak va kamolat bosqichidagi donolik, donishmandlik birlashib ketish kerak-da. O'sha nuqtada bolalar adabiyoti yaraladi deb o'ylayman. Asar yaratish boshqa masala, taqdim etish masalasi butunlay boshqa masala. Taqdim etishda mana bevosita endi Sanjar aka va nashriyotlar, noshirlar
Va men agar gapim yana borib tutashadi, 2021-yilda Malayziyada xalqaro bolalar adabiyoti, bolalar kitoblari kongressi bo'ldi va o'sha kongressga o'sha yil a'zo bo'lib, ishtirokchi sifatida bordik, ishtirok etdik va o'sha joyda Sanjar aka ko'rganim va kuzatganim meni hayratlantirgan sabab shu bo'ldiki, bolalar adabiyoti, ularda o'smirlar adabiyotining nimasi yo'q. O'smirlar adabiyoti shu kattalar adabiyotiga qo'shilib ketgan. Bolalar adabiyoti bo'ldi. Bolalar adabiyoti deganda boyagi +3 yoshgacha, 5 yoshgacha, boya nima qilib aytganingizdek 3 yoshlik bolaga aytib, endi u harf tanimaydi-ku, aytib beradigan asaringizda yo bir syujetini 5 yoshli bolaga aytsangiz qabul qilmaydi, yo bo'lmasa adabiyoting shumi deb qo'l siltaydi, adabiyotdan sovib boshlaydi. 3 yoshlik bolaga chiqarilgan kitob shunaqangi qalin, har bitta varag'i mana shu kartonda, har bitta varag'i karton. U muqovasini aytmayapman. Varag'i karton va uning ichidagi suratlar gapiradi-da. Bir sahifada yo 4 qator, 5 qatorlik matn bor. Bo'ldi, o'sha bilan butun katta-katta suratlar. Agar bolalar adabiyotiga mana shunday e'tiborni qaratib, kun tartibiga chiqqan bosh masalalardan biri deb qaralayotgan ekan, demak biz noshirlarimizga juda katta suyanishga majbur bo'lamiz. Eng muhimi, bolalar adabiyoti qaysidir ma'noda bir uy qurilishiga qiyoslasak, poydevordan boshlaymiz-ku biz. Yog'ochlardan, devordan nima qilmaymiz-ku? Poydevor. O'sha poydevor aslida bolalar adabiyoti. Bolaning tarbiyasi to'g'risida bugun butun dunyo jar solyapti. Biz ham jar solyapmiz ularga qo'shilgan holatda. Yoshlarimiz qaysi tomonga ketyapti? Yoshlarimiz tarbiyasi undoq. Bularning hammasini o'zagida bolalar adabiyotini to'la-to'kis yoshiga mos tarzda 3 yoshliga 3 yosh asarlarni taqdim etsak, 8 yoshliga 8 yosh o'zining yoshidan, mezonidan kelib chiqib asarlarni taqdim etsak, menimcha bugun kitobxonlik yo'q deymiz. Yoshlarimiz ta'lim tarbiyasi undoq, xulqi mundoq bo'lib ketyapti. Internet zamonida degan har xil biz vahimalarga tushamiz. Lekin bizning vahimalarimiz hammasining oldini oladigan aslida shu bolalar adabiyoti bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Tarbiyachilar, psixologlar, o'sha murabbiylar, o'qituvchilardir, ijodkorlar jamlanmasa, bu yerda birgina noshir yoki birgina ijodkor zo'r asarni yozib qo'ydim deb men uyda o'tiraverishim mumkin yoki bir ijodkor. Siz uyushmani qoshidagi bolalar, o'smirlar degan kengashda shularni jamlolmaysizmi? Uyushma qoshida boyagi u katta bir kengash, to'g'rimi? Katta bir kengash. Mayli a'zolari kam ekan, xo'p, lekin boyagi mutaxassislarni jalb qilib, masalan, noshirlarni jalb qilib, oldindan masalan 5 yillik, 10 yillik rejalar tuzib, aynan o'sha jamoatchilik asosida u kengash va aynan o'sha kengash bilan topilib qolar. Bolalar endi hammani ham bola bilan bog'liq masala bo'lsa, hech kim befarq o'tib ketmasa kerak bu masaladan. Mana yoshlar ittifoqi bor bizda, agentlik bor, xalqaro bolalar tashkilotlari bor masalan. Qandaydir homiylar topilsa kerak bu masalada. Bizga hozir bevosita o'sha Malayziyaga borib kelgan safarimiz homiysi ham, hozirgi chop qilinayotgan kitoblarimiz, men tomonidan maqtalib turgan o'sha kitoblarimizni ham homiysi bevosita axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashkiloti. Bu borada juda ko'plab tashabbus, juda ko'plab g'oyalar ilgari surilyapti. Xudo xolasa nasib etsa birin-sirin amalga ham oshadi. Eng muhimi o'sha ijodkorlarimizning yuragida yotgan bolalar uchun mos bo'lgan so'zlarni topib, o'sha javharini topib olishda va keyin munosib tarzda taqdim qilishda. Lekin qiziqtirayotgan narsa, Arif aka, o'zga gapingiz bo'ldim. Mana bizda juda katta maktab borda, bolalar adabiyotini yaratishda ham. Bu faqat bolalar adabiyotida emas, hamma sohalarda bor. Masalan, ilmda ham bor. Katta-katta ilmiy maktablar yaratildi. O'rtada bir davr bo'ldi, Sanjar aka mana eslab o'tdi. Shu maktablarni zanjirlari uzilib ketdi-da. Osmondan tap etib zo'r bolalar shoiri yozuvchisi tushib qolmaydi. Tasodifan zo'r asar yaratilmaydi. Buni hammasini tagida mehnat va avvalgi tajribalarni qayta o'zlashtirish yotadi-da. Avvalgi yaratilgan asarlarni an'analarini bog'lab ketadigan va ularni yangilaydigan bir tizim yaratish mumkinmi? Bekorga shu asarlar, shu an'analar yaratilmagan-ku. Juda katta zaxira bor-ku bizda. Shu zaxirani hazm qilib, qaytadan ishlab yangilashga qandaydir bir tuzilma, bir sharoit, shunaqa narsaga erishish mumkin. O'zi bu real narsamikin deb o'ylab qoldim-da hozir. Sizni ko'nglingizda g'ulg'ula solib turgan masala meni ham o'ylantiradi. Qanday e'tibor ko'rsatish kerak yoki bo'lmasa ijodkorlarimizni bu borada qanday uyg'otish kerak? Falon ijodkorga ham bu yil mana shunday bir 360 betlik yoki 500 betlik bitta roman yozasan, o'sha Saridevon Munib asaridan kam bo'lmasligi kerak deb buyurtma bera olmaysizlar. Bu ijod ko'ngil ishi.
yozuvchi shoirlar o'sha davrni baribir inkor qilib beradigan vositalar xolos. Biz unaqa juda katta kuchli adabiyotshunoslik maktabi bormikan, bizda shunaqa katta kuchli bolalar adabiyoti an'analari bormikan, to'g'risini shubha bilan qarayman bu narsaga. Va biz mana shu narsalarni yechimini ham bilishimizga, sizlar qator tashkilotlarni sanaysizlar-ku. Men to'g'risi hayolimda turgan narsa mana shular bo'lmaganda yaxshiroq bo'lardi deb turaman, to'g'risi. Davlat juda yomon biznesmen degan qoida bor, butun dunyoda bor. Davlat qachon noshirga aylanmoqchi bo'lsa ham, kimni vositasida bo'lishidan qat'iy nazar, qaysidir agentlikmi, qaysidir boshqami juda yomon noshir bo'ladi. Chunki bu ish o'zini tagida ilmi bor, bu ish o'zini tagida stixiyalari bor, ular bilan hamnafas bo'lish kerak va ularni eshita olish, his qila bilish kerakda. Bo'lmasa, mana shu stolimiz ustida bolalar uchun chiqarilgan kitob turibdi, muqovasi qiyshayib ketgan. Qo'lini urib sindirish kerak. Kim chiqarganini bilmayman. Bu misol uchun kattalar uchun xuddi shunaqa kitob chiqarganda kechirimli. Mayli katta odam muqovasiga qaramaydi, boshqasiga qaramaydi, mazmuniga qaraydi degan noto'g'ri tasavvur. Bola uchun dizayn o'ta muhim. Dizayn deganda qaysi? Dizayn ham, uni ijrosi ham hammasi juda muhim va buni o'zini ilmi bor. Misol Harperli degan yozuvchini Mazaxchini o'ldirish degan asarini chop etdik. Butun dunyoda mashhur, hatto eng yaxshi roman deb bilinadi ko'p mamlakatlarda. Shu roman qanaqa yozilgan? Uni davomi bor-da. O'zi manbalarni titkilasangiz, hammasida Harperli bitta roman yozgan deb bilinadi. Bir dona roman yozgan. Hozir uning ikkinchi romani ham bor. 2016-yilda birinchi marta chop etildi. O'sha mualliflik huquqini bergani uchun biz ham majbur olib tarjima qildik. Tasbeh daraxti soyasida deb nomlandi. 2025-yilda chiqadi, xudo xolisa. Yozuvchi noshirga Tasbeh daraxti soyasidan olib borgan. Noshir uni o'qib chiqqan, juda ham go'zal bayon bor. Misol uchun fikrlarni ifoda etishlari, yozma ifoda etishlari juda ham go'zal. Qaysidir g'oyalarni uchqunlarini ko'rgan. Va to'xta, buni olib qo'y. Bu yaxshi, yomon emas. Lekin men buni chop etmagan bo'lardim. Sen mana bunaqa narsa qilgin deb buyurtma qilgan. Sariq devni minib qaytadan buyurtma qilgan, tasavvur qiling. O'zi asli jonli jarayon, bozor sog'lom bo'lsa, munosabatlar sog'lom bo'lsa shunaqa kechadi. Masalan, talab, taklif va baribir o'zingizni bolangizdan kelib chiqib fikrlaysiz-ku. Mana kitob olib bordingiz, o'qimayapti. Nima uchun o'qimayotganini baribir ikkita kitobdan keyin ilg'ab qolasiz. Nimasi yoqmayapti? Qog'ozimi, rangimi yoki boshqa bitta sabab bormi? Keyingi safar bozorga tushganingizda o'sha oldingi kitoblarda mavjud bo'lgan xatolarni takrorlamaydigan kitob boshqa kitoblarni olasiz. Bu degani siz o'zingizni tanlovingizni qildingiz. Bu tanlov sekin masshtablashib, noshirgacha, yozuvchigacha yetib boradi baribir. Va kalkalashni yomon tomoni deganim men boshqa davlatda urf bo'lgan qaysidir rukunni O'zbekistonga olib kirish bizda boshqacha. Bizda misol uchun roviylik boshqacha. Bizda boshqa tarzda rivoyat qilinadi. Biz boshqa har qancha qardosh bo'lmaylik, biz boshqa joyiga kulamiz bitta latifani. Ular boshqa joyiga kulishadi. Mentalitet birinchi o'ringa chiqadi. Mentalitet bor, har qancha nima so'z bo'lmasin. Baribir bu narsalarni o'zini asoslarini yaratib, ilmini o'rganib, keyin harakat qilish kerak. Va bu bevosita jamiyatda o'zini, bu misol biz kimdandir kutishimiz kerak emas, qaysidir bitta amaki yoki tog'a kelib, qo'limizga bir qop pul berib, shuni qildiradi deb kutishimiz kerak emas. Berganda ham qila olmaymiz hozir. Mana o'tgan yili rostdan juda ko'p bolalar kitoblari chiqishni boshladi. Bundan bu gapni bir 10-marta takrorlayapman. 10 yil bo'lmadi hali. Ijtimoiy tarmoqda o'zim bitta faol bilan bahslashganman. U ayblagan O'zbekistonda bir dona ham, tasavvur qilinglar, bir dona ham bolalar kitobi yo'q dedi. Biz endi o'sha paytani yod olamiz, shodlanamiz, cho'pchagim cho'pchak degan rukunlarni chiqazganmiz. Bor deb ham bahslashmadim, to'g'risini aytsam. Bahslashganman ikkinchi taraf bo'lib bu fikrga qo'shilmasdan. Xullas, bu yerda qiziq, masalaning qiziq joyi mana shu fikrning asosi bor edi. 10 yil oldin O'zbekistonda bir dona ham bolalar kitobi yo'q deyish mumkin edi. Jiddiy bo'lib. Sizda aytsa. Hozir bu tomonni shu nuqtadan siljidik, lekin qaysi tomonga siljiganimizni bir 2-3 yildan keyin ko'rinadi. Mana o'tgan yil juda ko'p kitoblar chop etildi, bolalar kitoblari. Juda ko'pidan shaxsan o'zim ko'nglim to'lmadi, qarab xafa bo'ldim. Tez yozib tashalgan kimnidir buyurtmasi
qachon yoziladi? Misol uchun sekin sekin boya aytganimdek ishoralar berilib, shu ishni o'zini egalari jamlanib bitta joyga tarbiyalanib 2-3 yildan keyin hosil beradi. Tabiiy jarayon-ku. Homila 9 oy ko'tarilgandek, xuddi hosilga kirish uchun daraxt 3 yil yashashi kerak bo'lgandek boshqa. Shunaqa uni birdan mana kel mana shu tanlovga yoki mana bu nimaga 100 ta dona zo'r kitob chiqarsa, u bilan bo'lmaydi. Bo'lmaydi qachonki uni biz hali sun'iy jarayon, asoslari ham yo'q bizda qachonki bu unaqa bo'lsa. Xo'p, shu nuqtalardan boshlash kerak. U ilmda ham bu harakatlar bo'ldi, kimlardir qilgan ham, hattoki qaysidir darajada bo'lsa ham o'sha so'zlar zaxirasi ustida ishlashni boshlagan. Bu yakuniga yetmay qoldi. Bu ham o'sha sohani ilmidagi oqsashimizdan va bir yoqadan bosh chiqaza olmaganligimizdan hammani o'zini fikri bor va shulardan sabab. Chunki o'shanda yaratilayotganida bizda tilshunoslikda turli maktablar bor. Maktablar o'rtasidagi ixtilof tufayli qolib ketdi yaxshi ish. Yoki mavzumizga bevosita aloqador bo'lmasa ham bilvosita aloqador. O'zbek tilida sifatli matn yozish imkonsiz hozir. Nimaga desangiz, punktuatsiya qoidalari ishlab chiqilmagan oxirigacha. Nashriyotda bu narsaga jonli guvoh bo'lgan odam sifatida aytaman, aqlliroq odam kelsa, istalgan muharrirni urib yengib ketadi. Misol uchun Shahnoza borib, Akademiya nashri bosh muharririga bemalol o'zlarining gaplarini o'tkazadilar. Sohani mutaxassisiman, fan doktoriman, bu yerda shunaqa yozadi. Mana bu matning bo'lmaydi. Nima? Mualliflik punktuatsiyasi degan tushuncha bor deyshadi. Lekin bu mualliflik punktuatsiyasi degan tushuncha bu butunlay nima emas, bosh-boshdoqlik emas. U tilshunoslikdagi qaysidir qoidani istisnosini ustiga qurilgan bo'lishi kerak. Mutlaqo qoidalardan tashqaridagi narsa emas u. Lekin bugun o'zbek tili bilan vaziyat shunaqaki, mutlaqo hamma qoidalardan tashqari o'zi bir qoida yaratib, siz o'zingiz virgulni xohlagan joyingizga qo'yib keta olasiz. O'zingiz virgul bilan nuqta ishlatishingiz mumkin, o'zingiz undoq bilan 2 ta nuqta yoki 3 ta nuqta ishlatishingiz mumkin va kitobni chiqarayotgan odam sifatida men bahslashmoqchi bo'lsam, bahslasha olmayman. Asos yo'q. Bir joyda punktuatsiya qoidalari yo'q. Qachonlar istalgan joyga qo'yiladigan bo'lsa, u virgullanmas ekan-da. Shunaqa. U virgul emas hattoki. Mana shu darajaga olib kelganmiz, fanimizni, ilmimizni, tilimizni olib kelganmiz. Ana O'zbekiston 30 xil yoziladi deb. Bizda imlo qoidalari muammo, punktuatsiya qoidalari muammo. Nega desangiz, bir-birini rad etadigan nashrlar juda ko'p, bir-birini rad etadigan tadqiqotlar ko'p. Uni boshini bir biriktiradigan bir yakuniy xulosaga kelish uchun olimlar jamoasi o'tirib ishlash kerak buni. Masalan, imlo qoidalari bitta nashriyot chiqaradi, unda so'zlar boshqacha. Imlo qoidalari chiqadi boshqa, nashriyot boshqa. Qaysi biriga qarab ishlaysiz, bilmaysiz. Qaysini asos qilish kerak? Uni bir kishi hal qilmaydi-da, bizda o'ylanadi, men hal qilaman. Mening fikrim to'g'ri. Yo'q. Ilmda jamoa ishlaydi. Mana kelgan bizning hozirgi masalamizda ham bir kishi kelgan nuqta hamma sohalarga tatbiq qilish kerak. Bolalar adabiyotiga ham jumladan. Shu bolalar adabiyotida hamma uchun tushunarli bo'lgan so'zlarni yoki bolani o'sha deylik muloqot o'rnatish ko'nikmalarini rivojlantirish yoki bolada ijodkorlikni rivojlantirish uchun uslubiy metodik ma'lumotlar, ko'rsatishlar bo'lishi kerak. Mana shularni ishlab chiqsa, keyin siz she'rlaringiz shunga qarab boshqacha yozishni boshlaysiz. Hozir ham zo'r, lekin unda boshqacharoq zo'r bo'ladi. Misol, men o'sha Tursunboy Adashboyev, Anvar Obidjon, Quddus Muhammadiy, Po'lat Mo'min shulardan iborat qambarot shulardan iborat bo'lgan yod olamiz, shodlanamiz. U o'sha rukunda chiqargan kitoblaringizni men baribir aytaman, u haqiqiy bolalar uchun chiqdi-da o'sha kitob. Men 5 yoshlik o'g'lim bor, Mustafobek. Mening kitobim qani ada deydi. U o'sha Po'lat Mo'min, Qambar ota, Anvar Obidjon. Akan Xo'roz, Dakan Xo'roz, Po'lat Mo'minda, to'g'rimi? Shu kitoblar 3 ta 4 tada. Mani javonimda yo'q, kimdir olibdi, mani kitoblarim qani deydi. U o'zining kitobi deb bilyapti. Bu qanday yaxshi. Qani har bitta kitob, shaxsiy kutubxona degan narsalar shakllanadi shu bilan. U mana shu kitobni meniki deyish uchun, u shu kitobga mehr qo'yish uchun, o'ziniki qilishi uchun, mana shu kitob saniki deb olib boramiz. O'ziniki qilish uchun ichi o'ziniki bo'lish kerak-da. Ana shunday bir sifat saviya bilan yondashilmasa bo'lmaydi. Yuqorida aka aytgandek, mana bu kitobni olib borsangiz, albatta ichida bolalar uchun surati yo'q, jalb qiladigan tomoni yo'q. U hali nima o'qiy olmaydi, 5 yoshdagi, lekin mening kitobim qani deb talashadi.
qarang, mana shu kitobni oching, hozir ochilib turmaydi. U o'rtasidan ochib bunday stol ustiga qo'yaman desangiz turmaydi, yopilib ketadi. Bu kitob emas bu. Birorta rasm ham ishlanmagan ekan. Bu endi bolalar adabiyoti bo'yicha tadqiqot qilaman degan odamlarga bo'lsa kerak-da bu. Bolalar o'qiy olmaydi-da buni. Siz ham o'qimaysiz buni, qo'yib bemalol deylik boshqashlab odam yotib o'qigisi keladi. Tortaman. Bo'lmaydi. Lekin o'shandan keyin bo'lmaydi. Og'ir qo'yib qo'yaman. Mana shu nimaga bo'lganini man sizlarga tushuntirib berishim mumkin. Ichki mexanizmini his qilib turaman. Bu qaysidir urra tadbirlarni kompaniyavozligi hozir muallifi nimasini ko'rsatmayapmiz, nashriyotini ham ko'rsatmayapmiz. Shunaqa kompaniyavozlik doirasida bo'lib ketgan ish. Ish o'zini egalariga topshirilmagan. Sal bo'lsa ham egalariga topshirilmagan. Bolalar masalasi shunaqa bo'lmaydi-da, misol mana bu siz aytyapsiz, akademik nashr bolalar kitobini yaxshi sifatli qilib chiqazadi. Har holda sifatliroq qilib chiqazadi, to'g'rimi? Lekin men aytdim, 2024-yilda bolalar kitoblari eng ko'p chiqqan yil bo'ldi. Lekin biz shu biron dona kitobga buyurtma olmadik. Sizlar yaxshi chiqazasizlar-ku. Kelinglar, mana bu sizlar chiqazib beringlar shu narsani deb birov bizdan so'ragani yo'q. Har holda ochiq turardi-da, har holda shu nimasi muqovasi qaytarilib ketmagan bo'ladi. Sanjar akaning dardlari yorilyapti. Bu kitob o'zini nimasidan kelib chiqib yopilib qolayotgan bo'lsa kerak. Bari o'qiy olmaysizlar degan bor. Buning ichidagi matnni saviyasi-chi? Buning ichidagi qalb, buning ichida matnni saviyasi, misol uchun bolalar uchun hattoki harflarning, mana shriftlarning kattaligi, qatorroqchiligi. U mana bu kitobni ko'rgandan keyin bijillab ketadi-ku. Xili, turi, qaysi o'sha xat turidan foydalanish, buni hammasi ahamiyatli. Mashhur maqtanishdi, mana shu kitoblarni chiqarib tashladik, zo'r kitoblar bo'ldi deb. Yozuv daftariga o'xshaydi. Unaqa bo'lmaslik, men doim aytib, qayta takrorlab charchamayman. Kitob faqat bilim tashiydigan manba emas, kitob estetika tashiydi. O'sha bola qo'li bilan ushlagandayoq sezadi. Sifatli narsa, chiroyli, bolani o'sha zavqini qo'zg'atish kerak, uni didini o'stirish kerak. Ranglarning o'zaro mutanosibligi bo'lishi kerak bu yerda. Va bugungi kundagi muammo kitobxonlik yo'q yoshlar o'rtasida deyapmiz-ku. Ana o'sha kitobning sovuqqon yaralgandan keyin kitobga oshnalik bo'lmaydi. O'zi kitob o'qimayotgan bola bo'lsa, yana qo'liga kitob bersangiz, u kitob ochilmasa, yopilib ketaversa, ochgandan keyin bola kitob o'qiydimi yoki bir narsa ko'tarib kelsa, qiyshiq, misol lazzatli shirinlik bo'lsin, lekin usti erib yoki ustiga garchi yoqib qolgan bo'lsa, yeyishni xohlamaysiz-ku. Bu kitobning ichi zo'rdir. Hamma kitobdan zo'r kitob shu kitobdir. Lekin har holda estetik birligini ham joyiga qo'yish kerak. Nimaga shunaqa? Shu soha ilmlari ko'tarilib ketdi. Texnik redaktori yo'q o'zini, bolalar adabiyotiga alohida munosabat bilan qaraydigan. Bolalar nashriyoti nimaga yo'qolib ketdi? Cho'lpon degan bolalar nashriyotimiz bor. Bolalar nashriyotlari bor edi, yo'qolib ketdi. Endi hamma nashriyot hozir chop qilyapti. Lekin menga alam qiladigan narsa, hamma nashriyotda bolalarni tushunadigan redaktor, muharrirlar yo'q-da. Bolalarni tushunadigan eng zo'r muharrirdir, lekin bolalar uchun kitob chiqarmagan bo'lsa, uni redaktorligi u yerda ish bermaydi-da. O'sha tomonlama ko'p alamli savollarim shunda. Bolalar nashriyoti bor edi, Cho'lpon degan. O'sha nashriyot nima sababdan yo'qoldi va bugungi kunda hamma davlat nashriyotlari, hamma xususiy nashriyotlar bolalar kitobini chiqarsa, soliqdan ozod bo'lyaptimi, nima bo'lyapti? Yo, yengillik bor-ku ozgina. Chiqaradi yengillik. Yo, ozgina yengillik borligi uchun kitoblar ko'paydi-ku. Yo'q. Oldin bor edi, soliqlardan ozod qilingan edi. Bu mening eng katta dardlarim, tegilsa tutab ketadigan joyim. Bolalar kitobi istalgan bitta mahsulot bilan teng sharoitga qo'yilgan. Takrorlab charchamayman, bunaqa qilish mumkin emas. Bunaqa qilish o'zingni bolangga nisbatan xiyonat. Deylik, bolangni tekshirtirsang, temir moddasi kam ekan va o'sha temir moddasi ko'p bo'lgan mahsulot yeyotgan qo'liga urib, ana mahsulot topib qo'yish qanaqa bo'lsa, kitob, bolalar kitobiga soliq solish, bolalar kitobini qimmat bo'lishi, bu o'zimiz bolalarimizga nisbatan xiyonat. Qachonki mana shu narsa to'g'rilanmas ekan, men hech qachon ishonmayman, biz bolaparvar, bolalarimiz uchun qayg'urayotgan bolajon xalqmiz, millatmiz deb ishonmayman. To'g'rilashuvchi joydan boshlash kerak. Rag'batlantirish, istalgan bolalar kitobidan 3000 donasini sotib olish kerak, istalganidan. Rag'batlantirish kerak. Va qaysidir jazo usullarini topib, odam bu narsadan juda qo'rqadi, jazolashga kelganda bizga yetadigani yo'qdi. Biz jazolashga juda ustamiz.
mana shunaqa kitoblarni qayta chiqmasligini oldini olish kerak. Shunaqa desangiz eng sifatli kitob chiqadiganini kelib peshonasini g'urroq ketishadi. Siz yuqorida aytdingiz-ku, menga birontasi eng ko'p kitob chiqqan yil bo'ldi 2024-yil, lekin birontasi kelib Yo'q, bolalar kitoblari. San chiqarib bergan reklama bilan bog'liqdir u narsa. Yo'q, unaqa desangiz, misol o'sha tanlovni oxirgi bolalar kitobi bilan o'tgan tanlovni esladim. Eng ko'p yuqori o'rinlarni Akademiya nashri kitoblari egalladi. Har yil kitob tanlovlarida kitoblarimiz e'tirof etiladi. Bu noshirlarning shaxsi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qaysidir nimalarga yurmasligimiz mumkin biza. Kim amliq qilaylik desa o'sha narsaga yurmasligimiz. Boshqa yoki arzonroq qilib, lekin sifatsizroq chiqazaman desa, men misol shaxsan o'zim rozi bo'lmayman. Yo'q. Qaysi aynan bolalar kitobida o'sha planka deyishadi-ku, me'yor cho'p turadigan joyi bor, undan pastga tushishga hech qachon rozi bo'lmayman. U balki shuni sinov qiladir. Lekin o'zi kerak, buni shunchaki nima uchun aytdim, kerak emas, bermasin. O'zimizning harakatimiz. Misol uchun faqat oktyabr oyining o'zida Akademiya nashrdan 20 dan oshiq bolalar kitobi chiqdi. Hammasi sifatli kitoblar o'sha nima bo'lish kerak edi, ko'chirildi-ku keyin ko'rgazma bolalar kitoblari ko'rgazmasi bo'lishi kerak. Ko'chirildi u tadbir. Bu yuraveradi. Faqat siz to'g'ri yura olishingiz uchun, to'qishib ketmasligingiz uchun, bexosdan yiqilmasligingiz uchun sharoit yaratib berib qo'ysa kifoya. Kimdir kelib sizni yetaklab yurishi kerak emas. Menda savol tug'iladi endi, men ijodkorman va noshirlikdan bu sohani vakili emasman, sohani ichiga kirib bora olmayman. Kitoblarimizni narx-navosi to'g'risida ham ota-onalar bilan gaplashaman baribir. Kitoblar narxi baland deydi. Shu kitoblarni narxi tushishi uchun tiraj katta bo'lishi kerakmi? Adad katta bo'lishi kerakmi? Men bitta misol keltirib aytmoqchi emasman. Umumiy tarzdagi kitoblarni. Bu shartlardan bittasi, misol uchun. Shartlardan bittasi tiraj katta, adad katta bo'lishi kerak. Qancha katta bo'lsa, shuncha arzonlashadi deb eshitganman-da. Lekin undan boshqa hal qiluvchi ahamiyat kasb etadigan sabablar ham ko'pda. Hozir O'zbekistondagi kitob bozoridagi mavjud kitoblarning taxminan 30-40% Turkiyada bosib keldi. Xorijda chop qilinishda davom etsa, O'zbekistonda matbaa hech qachon sifatli bo'lmaydi. Bu birinchi yomon tomon. Ikkinchisi 2 barobar o'sha chetda pechat qilish 2 barobar arzon. Biz shu sharoitni to'g'rilamasak, hech qachon bizda sifatli kitob paydo bo'lmaydi. Shunaqa bundan 4 yilcha oldin Charos Nizomiddinova bilan suhbatimizda aytgan ekanman. Bundan buyog'iga kitob sifatsizroq bo'ladi va qimmat bo'ladi. Rostdan yildan yilga kitob sifati tushib ketyapti. Bir paytlar kitob ko'p bo'lsin deb yozg'irganmiz. Istalgan joyda kitob ko'p bo'lsin deb. Noto'g'ri gap ekanligini tushunib qoldim. Yaxshi kitob bo'lsin. Yaxshi kitoblarni hozir endi saralaydigan paytga kelib qoldik. Hozir nima deydi? Bir hozirlar boqqa kiradigan bo'lsangiz, mevalarni keyin saralab boshlaysiz-ku. Boshida borini qo'liga tushganini yeysan, keyin sekin saralab boshlaysiz. O'shanda hozir kitob ko'paydi. Endi saralab o'qimasa bo'lmay qoldi. Lekin boyagi Shahnozaxon aytgandek, juda arzon garo, endi bilmayman, endi noshirlarga otilgan toshmasu. Ba'zi bir nashriyat rahbarlari arzon garo tarjimonlarga hozir endi sun'iy intellekt ham uni tarjima qilib beryapti-da uni. Va ozgina so'zni u yoq bu yog'ini tushuntirib beradigan bo'lsa, mana shu kitobni Ozarbayjon tilidan yoki bo'lmasa arman tilidan, rus tilidan tarjima qilib ber, ozgina pul beraman desa, shu arzongarov tarjima qilib, uni mentalitetini ham, boshqani ham hech tomoniga qaramagan holatda so'zlarni almoy-jalmoy bilan chiqarilayotgan kitoblar juda ko'payib ketdi. Shu ma'noda saralash kerak deganim. Saralamasa bo'lmay qoldi. Bu ham o'zi tabiiy jarayon. Bundan o'tilish kerak albatta. Bir marta mana shu bosqich o'tiladi. Chang to'zon ko'tariladi, keyin sekin yotadi, keyin o'rniga boradi. Faqat shu chang to'zonda butun umr qolib ketmasak bo'ldi. U tabiiy va ba'zi etaplar juda cho'zilib ketadi. Shunaqa bo'lib qolmasa bo'ldi. Botan Murod o'zi ham muammoni aytish, ham takliflar bo'lsa, masalan, noshir sifatida bolalar adabiyotini nashr qilishda sizga yengillik bo'lishi nimalar kerak? Yoki shunaqa asarlar yaratilishi uchun yengillik bo'lishi uchun qanaqadir bir aniq takliflaringiz bormi? Yechim tomonga qarab yuraylik, muammoni aytaylik va keyin yechim tomonga ham qarab yuraylik. Ilmiy asoslarni yaratib chiqish kerak. Ilmiy uslubiy asoslarni yaratib chiqish kerak. Mutlaq zarurat. Kitobni tovar yoki mahsulot turidan bu tomonga olib qo'yish bosh masala bo'lsa kerak noshirlikda demoqchiman. Keyingi navbatdagi masala
kitob bu oddiy matax emasligini, ya'ni bu o'sha tovar mahsulot ayirboshlash bilan kunda aylanmasidagi yeyiladigan yoki kiyilgandan keyin eskirsa tashlab yuboriladigan tovarga tenglashtirib bo'lmaydi bu unaqa narsani. tenglashtirmaslik kerak va alohida e'tibor berish kerak. Chunki rostdan ahvolimiz, bolalar kitoblari bo'yicha ahvolimiz yaxshi emas. Asosan turklar bilan hamkorlik qiladigan bir noshir do'stimiz aytib qoldi, Turkiyada bir yilda 4000 nomdagi bolalar kitoblari chop etilar ekan. 4000 nomdagi. 4000 nomdagi. Tirajdagi Endi emas. O'zbekistonda butun O'zbekiston kitob bozorida bolalar kitoblarini soni 4000 ta chiqadimi yo'qmi? O'sha nomlarning soni chiqadimi yo'q? Chiqmaydi. Yo, nomlarning soni chiqmaydi. Shu fojia. Bu shunchalik farq, ya'ni Turkiya bir yilda bosib o'tayotgan masofani biz umuman hatto orzu ham qilmayapmiz. Bugungi bola o'qiyotgan ongini, tafakkurini, didini va mafkurasini shakllantirayotgan kitoblar ertangi kunni fuqarolari, ertangi kunni olimlari, ertangi kunni ixtirochilari, ijodkorlari bolaligini o'tkazib keyin 15 yoshdan keyin qolganini hammasini aytib topshirib bosib o'tadi degan qoida yo'qki. Unaqa qilib bo'lmaydi. Bu yerdan sehr, jodu, mo'jiza degan tushuncha yo'q. Bosqichma-bosqich shakllantirish kerak. Osmondan tushmaydi. Osmondan o'sha bosqichlar bizada hozir uzilib to'xtab qolayotgani alam qiladi, to'g'risi. Bu sohani ichida turib juda ham muhim deb o'ylab bo'rttirib yuborayotgan bo'lishim mumkin. Yo'q, nazarimda bu faqat sizni o'ylantirayotgan masala emas. Masalan, biz hozir tomosha qilayotgan juda ko'plab noshirlarni yoki bolalar gazetalarini chiqarayotgan, bolalarga mo'ljallangan jurnallarni chiqarayotganlarni, obunani tashkil qila olmayotganlarni yoki kerakli materiallarini jamla olmayotganlarni yoki shu soha bo'yicha mutaxassislarni topa olmayotganlarni, umuman bolasini qo'liga katta bozordan qanaqa kitob olib bolasini qo'liga berishni bilmayotgan ota-onalarni ham o'ylantirayotgan masala deb o'ylayman. Orif aka bir aniq takliflar, yechimlar bo'lsa yoki adabiy tanqidni qamchisi ishlab turish kerakmi? Faqat bolalar adabiyoti uchun emas, umuman olganda yaxshi asarlar yaratilishi uchun adabiy tanqid ham sal jonlanib yordam berish kerakmi? Bolalar, men bosh masala sifatida shuni aytmoqchi bo'lyapman. Bugun asarlar yozilyapti. Birgina bolalar adabiyoti emas, bolalar adabiyotida ham, dramaturgiyada ham, nasrda ham, nazmda ham uni bir tahlil qilib beradigan, uni o'quvchiga mana shu asarni o'qisang, bu asar mana bundoq yetuk asar ekan yoki bo'lmasa mana shu asarni o'qigandan keyin farzandim mana bundoq bo'ldi deganday bir so'zlarni aytadigan bir boyagi adabiyotshunoslarimizni nimalarini ko'ra olmayman men hozir. Kuzatmayman, bilmayman. Balkim meni ko'zim tushmayotgandir. Bu faqat bolalar adabiyotiga emas, umuman o'zi yaratilayotgan adabiyotga bo'lgan munosabat. Umumiy tarzda aytayman. Va bu ham kerak, bolalar adabiyoti uchun ham kerak. Bizda odamlar sifatli kitob bilan sifatsiz kitob farqlolmaydi. Misol uchun qaytganimda uyda bo'l va seni bulutlarning ustidan turib sevaman degan kitob nima uchun yomonligini tushunmaydi. Adabiy tanqid, adabiyotshunoslik yo bo'lmasa asarlarni tahliliga e'tibor adabiyot uchun zarur deyapmiz, bolalar adabiyoti uchun ham zarur. Bu chunki kimnidir qaysi bir insondan, qaysi bir ijodkordan baland tutish emas aslida. Lekin o'sha joyda saragini sarakka ajratish ham kerak. Bahosini qo'yib beradigan bir. Yo'q, hosilni yig'ib bo'lganingdan keyin xirmonga borib g'alvirdan o'tkazasan-ku, nima bo'lgan taqdirda ham, dom bo'lsa ham boshqa. O'shaning uchun xirmon boshi ishlari ham kerak bo'lib qoldi va undan tashqari men Sanjar aka yuqorida bir tanlovni aytdilar, o'sha bolalar uchun kitoblar tanlovi e'lon qilindi. O'shandagi bolalarga asarlar juda ko'paydi, rost akamiga va keyin bevosita o'sha tanlovda akamlik ishlarga jalb qilingandir yo'qsa o'sha noshirlik ishlarini bir ko'rib kuzatib bering degandir va ko'ryapsiz yana bir asarlar yaraldi shuning bir ta'siri bilan deb. Men istardimki bolalarimiz uchun ust-ust tanlovlar qilay, bolalar uchun pyesalar, bolalar uchun mana ertaklar, bolalar uchun she'rlar, balkim janr tanlovlar e'lon qilaylik. Lekin o'sha tanlovlarning natijasini ko'ryapmiz, bittagina tanlovning natijasini ko'ryapmiz. Yaxshi bir asar yaraldi, u hali davomiy kitoblarimiz hozir ko'paygan. Davomiy tarzda o'quvchilar intiladigan, biridan biriga olib o'qiladigan asarlar bo'lsa va o'sha yoshiga munosib tarzda taqdim qilinib borilsa,
yaxshi o'sha bolalar nashriyoti, Cho'lpon singari bir nashriyotlar joriy qilinsa, bugun men o'sha bolalar adabiyoti kengashining rahbariman, raisiman. Lekin juda ko'p o'zimizda Telegram kanallarimiz bor, aytaman. Bir-birlaringizni hech bo'lmaganda, bir-birlaring ijodlaring to'g'risida biror narsa yozinglar deyman. Hech bo'lmaganda deyman. Endi majbur bo'lyapmanki, nima, masalan, uyushmadan ham aytishadiki, bolalar adabiyoti nimaga ko'rinmaydi hech qayerda. Nimaga nashrlarda yo'q. Adabiyot san'atda endigina joriy qilib boshlagan edik, bolalar uchun burchakni. U gazetamiz hozir endi yo'nalishlari boshqa yo'nalishga ketgan. O'sha yoshlikda, Sharq yulduzida adabiy nashrlarimiz bor. Mana shu nashrlarda bolalar nimalarini joriy qilingan. Asarlar bor, taqdim qilishga boshqa. Lekin asarlardan asarlarga sifatni, saviyani oshirib borish uchun va yuqorida namuna qilib ko'rsatayotgan ustoz ijodkorlarimizning eng mashhur asarlari darajasidagi o'sha sifat saviyadagi asarlarni ko'payish uchun albatta mening xulosaviy so'zim chiroyli tanlovlar bo'lish kerak va hamchi ishga kirish kerak. To'g'rimi Sanjar aka? Jazolovchi emas, balki hushyor torttiradigan, hushyor torttiradigan. Jazo ma'nosida emas. Qamchi bu o'sha so'zning, qamchi degan so'zning ichida hamma narsasi bor o'zi. Bu mavzuda konferensiyalar o'tkazamiz masalan, lekin bolalar adabiyoti muammolariga bag'ishlangan xalqaro miqyosdagi bir ishchan kayfiyatdagi konferensiyalar, yeb-icharga emas, tomoshaga emas, ishchan kayfiyatdagi ishchi guruhlar ishlaydigan bir konferensiyalar tashkil qilish kerakdir. Adabiyotshunoslik yo'nalishida olib borilayotgan tadqiqotlarda bir masala sifatida, muammo sifatida tadqiqot mavzulari qilib qo'yilishi kerakdir yoki Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi aynan mana shu bolalar adabiyotini o'rganadigan, bolalar pedagogikasini o'rganadigan, bolalar psixologiyasini o'rganadigan yoki bolalar nashrlari bilan bog'liq umumlashtiradigan qandaydir loyihalarni, tanlovlarni e'lon qilish kerakdir. Mana shunaqa loyiha o'zi shu tizimga kiryapmiz. Loyiha doirasida ishlash, moliyalashtirish ham o'z-o'zidan hal bo'ladi, uni talablari ham bajariladi. Qandaydir mana shu bolalar adabiyotini rag'batlantiradigan bolalar nashrlarini, faqat adabiyot demaylik, boshqa fan tarmoqlarida ham bolalar nashrlari, matematika bo'lsin, yoki chizmachilik bo'lsin, rassomchilik bo'lsin, har sohada ularga adabiyot kerak. Mo'jaz kitobchalar kerak. Ehtimol shunaqa loyihalar, tanlovlar e'lon qilinsa, mana nashriyotlar o'zining loyihasini topshirishi mumkin bo'ladi. Fanlar akademiyasi tizimida ishlayotgan tadqiqot institutlari, universitetlar loyiha topshirishi mumkin bo'ladi. Va o'z-o'zidan bu narsalar ilmiy yechim kerak degan tomonga bizni boshlaydi. Va shu nuqtada baribir ilm birlashtiradi bizni. Noshirlarni ham shu nuqtaga olib keladi. Bu tadqiqotlarda o'z-o'zidan tahlil ketadi, tahrir ketadi. Yaratilayotgan asarlarga munosabat ketadi. Bir chekkada bir ibtidoiy qiyofada qolib ketish kerak emas-da bu soha. Yangi innovatsion dunyoga qo'shilib ketish kerak. Bola chunki shu dunyoda yashayapti. Shu katta innovatsion dunyoda, texnologik dunyoda u dunyoga kelyapti, tug'ilyapti, u shu yerda yashayapti. Va shu jihatdan mana shunaqa bir kattaroq davlat miqyosidagi bir loyihalar ishlab chiqilsa yoki nashriyotlarni bolalar adabiyoti bo'limlari bo'ladigan bo'lsa, mutaxassislar bilan ta'minlaydigan qandaydir ixtisosliklar bo'yicha fakultetni ichida bir tarmoqlar bo'lishi kerakdir. Bolalar adabiyoti bilan shug'ullanadigan yoki bolalar adabiyotini tahrir qilib beradigan, tahlil qilib beradigan. Umuman bu bir kishi bilan yoki kichkina bir jamoa bilan hal qilinadigan ish emasdi. Ammo katta masala, bu katta masalaki bizni ertangi kunimiz bilan, bizni milliy taqdirimiz bilan bog'liq bo'lgan masala. Chet ellarda bola maktabga chiqqunicha 1000 ta kitob o'qib tugatadi va 1000 ta kitob o'qiganligini belgisi sifatida taqdirlanadi. Biz o'zimiz buni bolalar uchun jurnal chiqardik, Jajji akademik degan, ko'p yoritganmiz. Doim meni o'ylantirib qo'yadigan xavotir o'sha rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakat bolasi va o'zimning farzandim o'rtasida 1000 ta kitoblik farq bo'lib qolgani. Va endi nima, biz butun umr shunaqa mahkummizmi? Qoloq bo'lib yashashga va rivojlanmagan 3-dunyo mamlakati bo'lib qolishga mahkummizmi degan xavotirni qayta-qayta uyg'otaveradi. Va shuni ham qaysidir ma'noda islohi uchun, muolajasi uchun ham fikrlarni aytyapmiz. Har holda hali uzoqqa ketib ulgurmasdan quvib yetib olish imkoniyati bor-da. Bolalarimizga eng yaxshi kiyimlarni, eng yaxshi oziq-ovqatlarni topib kelishga harakat qilamiz. Uni ma'naviy ehtiyoji nima bo'lyapti degan masala qolib ketyapti.
uni inson qiladigan asosiy masala. 1 yoshgacha unga ma'naviy tomondan nima berish kerak? 2 yoshgacha, 3 yoshgacha, 4 yoshgacha, 5 yoshgacha. 5 yoshgacha asosiy informatsiya o'zlashtiriladi. Bolalarga mo'ljallangan kitoblar O'zbekistonda bormi degan savol tug'iladi. Bizda bunaqa kitoblar yo'q. Demak, bolaga hech narsa bermayapmiz ekan, faqat moddiy ehtiyojlarini, uning moddiy tomonini, uning hayvoniy tomoniga urg'u berayotgan ekanmiz. Ma'naviy insoniy tomonini bolajon xalq sifatida yetarlicha qondirmayotgan ekanmiz. Bitta alla bor edi, allani ham aytmayapti onalar hozir. Bu alla ham demak majburlab ayttirib bo'lmaydi. Bu ham tabiiy jarayon va shu sharoitda katta bo'lyapti. Bog'chaga boryapti, o'zbek tilini yaxshi bilmagan bola chala-chulpa ingliz tilini o'rganyapti, chala-chulpa rus tilini o'rganyapti. Umuman shu bolani ma'naviy hayotini tartibga soladigan kitoblar bizda yo'q ekan. Kitob bayramlari qilardik maktablarda. Bitta holatni ko'rib qotib qolardik. Hamma maktabda shunaqa bo'ladi. Borib eksperiment qilsanglar ham shunaqa. 1-sinfdan 5-sinfgacha bolalar ustida stol ustiga yoyib qo'yilgan kitoblar bir-birining ustiga chiqib ketardi. Kitob talashib. 5-sinfdan taxminan 7-8-sinfgacha bo'lgan bolalar bundoq kelib qarab, bundoq ozroq e'tibor berib turib ketadi. 9, 10, 11lar mana buni qara, ovsar, mazahga keladi. Men aytamanki, mana shu bizni tarbiyamizni tadrijini ko'rsatadi. O'zi bolaning fitratida ziyoga, ilmga talpinish bor. Hali bizni tarbiyamiz bilan buzmagan bolalarimiz kitobga rosa qiziqishadi. Shunday. 5-sinfgacha bo'lib ketgan. Keyin u ko'p ko'radi-da, ota-onasining gapidan eshitadi. Men ukamni bitta gapidan ta'sirlanganman. Bolalarimni kitob o'qitish uchun ishdan kelib, yonboshlab, oldimga kitob ochib qo'yib, har zamonda varaqlab o'tirish odat qoldim. Taxminan 1 oydan keyin bolalar qo'liga kitob olishib boshladi. Kitobxon bo'lish. Bo'lmasa ota hovlida qolgan 3000, 4000, 5000 lik kutubxonasi bor. Mana yoqilib tandirga tutantiriq qilinganlardan qolgani ham shuncha. Shu biz o'zimizni to'g'rilashimiz kerak-da. Biz o'zimizni bolajon xalq dedik. Bolajonligimiz bor. Yuqorida qanday kiyimlarni eng zo'rini, eng qimmat bahosini olib beramiz. Oziq-ovqatida ham, boshqasi. To'ylarini aytmaysizmi? To'ylarini qandoq bir badabang to'ylar qilib beramiz. Lekin tarbiyasi yo'lida, uning ertaga kim, qanday inson bo'lib kamolga yetishi yo'lida bosh omil bo'lib xizmat qiladigan o'sha kitobxonligiga yuqorida Sanjar aka aytganidek 0+ deyapti-ku. 1 yoshga, 2 yoshga, 3 yoshga. Biz 7 yoshgacha ham masalan juda ko'pchilik yonimizdagi qo'shnimizdir, boshqalarga shuni aytsak ham kulishi mumkin-da. Harf tanimaydigan bolaga kitobxonlik deb gapirdingmi kecha? Televizorga chiqib deydigan gap ham chiqadi-da. Mana shunday gap ham bo'ladi. Nima harf tanimaydigan bolaga kitob berib bo'ladimi? Mana shu jarayonlarda bizning og'riqli nuqtalarimiz bor. Shu kitob haqida tasavvur ham yo'q-da. Shuning uchun shunaqa savol tug'iladi. Kitobni mana bunda bizda undoq kitob chiqmagan hamda endi. Mana bu kitobni aslida sen o'qib berishing kerak. Bu onasi o'qib bersin, buvisi o'qib bersin, bobosi, otasi o'qib bersin, akasi o'qib bersin. Mana shunday kitoblar haqida gapirganmiz desak, u so'zlarni yo hazm qiladi, yo hazm qila olmaydi ba'zi birlar. Darsliklar masalasi alohida bir katta muammo, bilasiz Sanjar aka, Orif aka, bu yashiriladigan masala emas. Internetda ham juda ko'plab shunaqa masalalar ko'tariladi. Qarang, darslikda nima yozilgan, qarang, bolam nima o'qiyapti deb ota-onalar yozib qoladi-da. Bu narsani o'qib ko'rsangiz, bola ko'taradigan narsa emas u. U darslik o'yinchoq narsa emas-ku, vazirlikdan ruxsat olinadi, patent olinadi. Uning ichiga har bir kiritilgan so'z uchun mas'ullar, u yerdagi taqriz berganlar, mas'ul muharrirlar, nashriyot muharrirlari javob berish kerak. Ayanchli holat. Men endi bolalar va o'smirlar adabiyot kengashining rahbari sifatida bu e'tirozlarni bilmayman, sizga kimlar tashlab bergan, menga juda ko'pchiligi tashlab beradi. Shu ham she'rmi? Janob shoir yoki bo'lmasa bolalar kengashining raisi shu ham she'rmi deb. Kim aytaman, u nimada ekan desam, darslikda ekan deydi. Qaysi sinf aniqlashtiraman, boshqa qilaman, kimga boraman? Men yugurgilab borib, vazirga borib uchramayman-ku. Oxir aytaman, qani edi deyman, mana shu boshlang'ich sinf darslar haqida gapirayman, boshqa sinflarga men aloqam yo'q. Endi bolalar kengashining rahbari sifatida 1-sinf bo'lar, 2-sinf bo'lar, 3-sinf bo'lar, 4-sinf bo'lar, 5 bo'lar, 6 bo'lar, 7 bo'lar. Mana shu sinf darsligini ishlab chiqarayotganlar biz bilan birroq xabarlashib, mana shu she'rlardan foydalanyapmiz. Mana bu ertakdan, mana bu topishmoqdan yoki mana bu tez aytishdan, mana bu naqllardan foydalanyapmiz deb bizga murojaat qilsin. Ba'zi naqllarni ko'rib
mazang qochib qoladi. Nima bu qaysi fahm farosat bilan shu darsga kiritdi, shu naqlmi shu u yana. Topishmoqlarni ko'rasan, ensang qotadi. Bir she'rlarni ko'rasan, u she'r emas-da, she'r emas. Qaysi bir ijodkor ukamiz shu darsliklar ishlab chiqariladigan tizimda ishlaydi va iltimos aka, mana bu do re mi fa sol la si notalarga she'r yozib bering. Mana bu tarjima, mana shu kitobdagi she'rlarni qarang, deyapti-da. Rus tilidan to'g'ridan to'g'ri sun'iy intellektmi, endi bilmayman. To'g'ridan to'g'ri qilingan tarjima bo'ldi. U ma'no, mohiyat ham yo'q. Hech narsa uchun. Keyin endi bolalar ijodkor emasmanmi? Ham jahlim ham chiqdi. Ham qasdlashgan holatda yarim soat ichida yozib berdim-da, aka deydi. Mana shuni ishlab chiqarayotganlar sizlarga xabarlashsa bo'lar ekan-ku. Nima qancha gonorar qilib beraylik deyman. Aytdim, gonorar kerak emasmi? Endi gonorar uchun yozganim yo'q. Bu shu mamlakatning bolalari o'qiydigan bo'lsa, mening bolalarim, shu mamlakatdagi bolalar hammasi mening bolamday yoki sizning bolangizdek. Bolalarning begonasi yo'q. Men endi qanaqasiga bu pul so'rayman? Bolam uchun pul so'ragan bo'lamanmi? Aytmoqchimanki, har bir ishni egasining bir nazaridan o'tkazish kerak-da. Hamkorlik, integratsiya juda muhim. Mana noshir bo'ldim deb turib, men kitobni olib dunyoga chopishim mumkin. Lekin Sanjar aka bir ko'rib bering shu kitobimni. Sifat saviyasi haqida gapiring, bir fikringizni, mayli tanqiding, qamchi gaplaringiz bo'lsa ham eshitaman. Yaxshi gapingizni eshitayin degan ma'noda olib boring. Shunda aka aytadi, menga bahoni beradi. Undan ko'ra noshirlik qilma, qo'y, yig'ishtir deydi. Mutaxassis ko'rgan. Mutaxassis ko'rigidan o'sha darslarga bog'liq fikrim shuki, mutaxassis ko'rigidan o'tkazsin. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bor. Yozuvchilar uyushmasining tarjima asarlar bo'lsa, tarjima kengashi bor. Bolalarga oid asarlar bo'ladigan bolalar kengashi bor. Dramaturgiya kengashi bor. Qardosh xalqlar adabiyoti nimalar, hammasi hamkorlik qilsin va muammo joyida yechiladi. Men o'sha so'zni aytganingizda iztirobim uyg'ongandan keyin bevosita o'zimni javoblarimni ham bildirib o'tay dedim. Va biz o'zimiz bolajonligimizni hamma jabhada ko'rsataylik. Bolajon bo'ldik. Asosiy jabhada ko'rsataylik. Asosiy, hamma jabhada ko'rsatib kelayotgan ekanmiz, go'yoki. Mana shu birinchi bosh jabha qolib ketayotgan ekan. Mana shu jabhada o'zimizni bir namoyon qilaylik, hammasi joyiga tushadi. Shu bilan aziz tomoshabin, bugungi suhbatimiz muammolar oxiriga yetmadi. Muammolar o'zimizning yelkamizda qoldi. Har birimizni yelkamizda qoldi. Ularni ma'lum bir qismini vaqt nuqtai nazardan aytishga urindik, ma'lum bir yechimlarni taklif qildik. Millat bolalari bu hammamizniki va umid qilamizki, siz ham bu fikrlarga o'z munosabatingizni bildirasiz. Bu fikrlar jamiyatda yashab qolishiga, biror bir natija berishiga siz ham o'z fikrlaringiz bilan hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Suhbat uchun katta rahmat. Xush kelibsiz.